Assalomu alaykum barchaga. Bugungi video obzorimizda asosan 500 tur yangi vipiskadagi kabinali traktorlarimiz bo'ladi. Xo'p, yangilangan holatda nima o'zgarishlar bo'ldi desa, birinchi o'zgarish balonida. Oldingidan ko'ra baloni anchagina balandroq va kattaroq bo'lgan. Xo'p, masalan, razmerlari 8.3 ga 20 bo'lsa, bu yog'i mana ko'rib turibsizlar, 12.4 ga 28 razmerda bo'ladi baloni. Yangi holatda. Xo'p. Ichidagi hamma zapchastlari standart bo'yicha chiqqan. Misol uchun hasr zapchasti boshqa traktorlarda qanaqa bo'lsa, bir xil bo'ladi. Faqatgina ana Vovelmi shunaqa degan modellardan salgina farq qiladi. Xo'p, bu yerda mana tormozlari havoli kompressorli bo'ladi. Xo'p. Ichki apparaturalarni ko'rib turibsizlar. Hammasi oddiy prostoy apparat. Topsa bo'ladi. Mana old toshlari, keyin balonlarida ham toshlari bor. Alohida faqat ular mana ichki qismida. Nimaga desa, razmerini o'zgartirsa bo'ladi. Masalan, xohlasangiz almashtirib kichikroqqa, bunaqa holatda kattaroq razmerda bemalol agentlarda olsangiz bo'ladi. Hozir mana pressipnoylari ulangan bo'shtalak. Bulardan kerak bo'lsa, masalan, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Yana tashqi o'zgarishlarni aytadigan bo'lsak, faralarda bo'lgan mana tormozni tepada alohida mana ko'rib turibsizlar. Hop, yana orqa kameralari bor mana. Bular ham bir alohida dizayn. Endi mana old taraflarini ko'rsanglar ham bo'ladi. Bu joylarda o'zgarish bo'lmagan, bir xil turibdi, faqatgina o'zgarishlar mana tepasida bo'lgan. Pavorot chiroqlar va mana tepa tom qismidagi chiroqlarda o'zgarishlar bo'lgan. Hop, endi mana bachoklari, qolgan narsalari. Hop, chiqayotgan mana ushlab chiqsalar bo'ladi. Bu yerda kalitlari, ruchkalar. Endi mana ichkarini bir qator ko'rsatamiz. Ichkarini 05 formatda olamiz. Mana bular materiallarda ham o'zgarishlar bo'lgan. Mana 50 yotkuchi 1720 kg, 9-oyda chiqqan 500 tor model. Oba. Shu mana radiolar ham bo'yicha bemalol misol uchun tang'ir yo'llarda yursalar ham bo'laveradi. Hop, menimcha tormoz yoqqanimizdan keyin ishlasa kerak. Bular ko'rib turibsizlar. Old orqaga alohida. Hop, oldini qo'shib olsanglar bo'ladi. Ko'tarib, tushirib. Hop, bu yerda mana 4 skorost alohida, oldiga orqaga alohida bo'ladi. Bu yerda mana moslamalari bor. Bular kameralar mana ishlab turibdi. Oldini ko'rsatib turibdi. Mana orqa rasm orqada yuryapti. Hop. Ventilyatorlari, konditsionerlari, hamma moslamalari bor. Mana ventilyatorlar ishlash boshladi. Ko'rib turibsizlar mana. Hop, bu tarafda mana pressipnolar ko'tarib tushiradiganlari. O'chirib qo'yamiz. Mana float ko'tarish, drop qo'yish, lift tushirish. Shunaqa. Bu yerda mana magnitofonlari. Bular ham zo'r ishlaydi. Karbonli dizaynda ishlangan. Bu yerda o'zingizlar bilasizlar nimaligini. Hop, keyingi narsa bu yerda mana telefonni zaryadga qo'yadigan. Type-C USB-lik telefonni qo'yib olsanglar bo'ladi. Suyuchgan moslamalar, alohida paklashkalar qo'yib olsanglar bo'ladi. Boshqa narsalarni qo'yib olsanglar bo'ladi. Xullas, mana ko'rib turganingizdek ideal holatda. Bu yerda ham mana toshbog'i qo'yon bor. Mana boshqa narsalar. Sekin qo'lga olib ketaverasizlar. Hop, orqani ham ochib olsanglar bo'ladi. O'zingizlar xohlagandek. Bu taraf ham, xullas hamma tarafni ochib ketsanglar bo'ladi. Tepaliklarni ham qo'yib ko'rsatib qo'yamiz. Mana
Hisob esa yopib berasizlar. Ichki dizaynida anchagina katta o'zgarishlar bo'lgan. Hatto mana pardalari ham bor. Ko'ringlar. Mana bu yoqda o't o'chiruvchi moslamalar. Bular ham bir alohida vibe berib turibdi. Chiroyligina. Ular o'zingizlar ko'rib maza qilasizlar. Agar bu traktorda bosormasanglar bo'lmaydi. Chunki o'zgacha dizaynda chiqqan. Men uncha traktorda bunaqa holatdagi dizaynni ko'rmaganman. Nasib qilsa buni ko'ramiz. Xo'p, endi narigi traktordan bir qator ko'rsatib qo'yamiz, qanaqaligini. O'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Xo'p, mana tushdik. Endi narigi traktor ham ichi bir xil. Hech qanaqa o'zgarish bo'lmagan. Uni ichiga chiqamaymiz. Chunki bu taraf oyoq qo'yadigan zinalari bir tarafda bo'ladi. Dizaynlarni bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Shu ko'rinishda bo'ladi. Mana ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Anchagina keng, oldingidan ko'ra anchagina baland. Hop. Oddiy uslubda o'lchaydigan bo'lsak, mana 1,5 qadam, bunaqasiga 3 qadam. Yani 1,5 metrga 3 metr desak ham bo'lsa kerak. 1, 2, 3. 3 metrga 1,5 metr atrofida. Hozir metr yo'q, o'lchab ko'rsata olmaymiz. Shu ko'rinish bo'ladi. To'g'risi ham deyarli bir xil qirg'oq kuchi, 4 silindrlik, bu ham 4 silindrlik. Hop, shunaqa holatda bo'ladi mana. Bu hali terilmagan variantda. Ko'p do'stlar. Menimcha shunday odamlar bo'ladi o'zi. Qanaqa holatlargina. Motor boshqalar. Xullas kimgadir kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar. Manzil Toshkent. Toshkentda ikkita joyda bor. Hop, Artbloqda ham misol uchun turibdi. Bu joy sklad, Toshkent, Qorasaroy, hop, Jomida joylashgan. Bu tarafda 504 bez kabinasi. Farqini ko'rib olinglar. Kimdir unaqasidan, kimdir bunaqasidan xohlaydi. 11.228 banoni 7,5 16. Narigidan ko'ra sal kichikroq. Balandligini ko'rsanglar ham bo'ladi. Bunda bitta zina bilan chiqsanglar bo'ladi, narigiga ikkita zina bilan. Xo'p. Akkumulyatorlari, uni katta akkumulyatorlar qo'yilgan. Ichidagi motor yoki boshqa apparaturalar, oldi toshlari. Hop, bunda lekin kompressor bo'lmaydi. Mana ko'rib turganingizdek toshlari bor. Narginda faqat ichkari variantda qilib qo'yganmiz. Agatga moslanadi. Katta kichik qilib bemalol joylashtirib olsangiz bo'ladi. Hozir bu kichkina agatga buni aylantirib qo'yadigan bo'lsa, katta agatga moslanadi. Hop, har bittasini ichida shunaqa ключ boshqa narsalari, dokumentlari chiqadi. Old orqani qo'shib oladigan. Bu olda orqaga alohida skors, 4 ta skorsli bo'ladi. Hop. Orqadagi prisupnolarni tushirib chiqarganman. Alohida narsalar bu yerda mana hop toshma qilib qo'yganlari bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu juda ham oddiy holatda. Ya'ni bog'lari, parnilari bor odamlar ishlatsa bo'ladi bundan. Nargina masalan komfort xohlaganlar buni tanlasin. Hop, faqat ish uchun bo'ladigan bo'lsa, buni tanlasanglar bo'ladi. Ikkalasi ham bir xil kuchga ega, hamma narsasi deyarli bir xil, faqatgina farqi shu ichida va razmerida bo'lyapti. Mana o'zingizlar baho bera olasizlar. Lekin razmerlari bir xil. Kimgadir kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar tepadagi raqamlarga. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.